Assalomu alaykum, xayrli kun qizlarjonlar. Tabriklayotgan hammadan Allohim rozi bo'lsin va bundan ham a'losiga Allohim sizlarni ham yetishtirsin. Anchadan beri ukam bilan bir rejalashtirib, mana shunaqa mashina olamiz deb yurgandik. Alhamdulillah, Allohim shukrligiga yetkazdi. Xo'jayinim baraka topsinlar, yordam bergan. Ukam baraka topsin, yugurgan. Men ham har holda qarab o'tirmadim, albatta. Nima desa bo'ladi? Farzandlar ota-onasiga qilsa, ota-ona shunaqangi duo qilar ekanki, ich-ichidan. O'sha qilgan duosi Allohimga shunday to'g'ri o'qda yetib borib, Allohning marhamati bilan farzandini barakali, farzandini hamma ishini o'nglab qo'yar ekan. Men o'zim uchun shu narsani bildim. O'shaning uchun ota-onamizga qilishdan charchamaymiz biz farzandlar. Alhamdulillah.